Qadim zamonlarda Tarsus yerlarida hozirda Turkiyaning janub qismi imperator Diokletian Rum davlatida hukmdorlik qilgan. U barchani unga misrliklar Firavnga sigingani kabi boysunib siginishga majbur qilgan. Diokletianning davlatni boshqarib turgan 7 ta vaziri bo'lgan. Ular juda mehnatsevar bo'lib, har kecha kundalik ishlarni mulohaza qilish uchun yegilishardi. Bir kuni tunda uning bir vaziri derazadan tikilib turib, oyning va yulduzlarning go'zalligini tomosha qiladi. Bu go'zallikni bir podshoh qanday yaratganligiga hayron qoladi. Shunda u johil zulmkor bunday go'zallikni yarata olmasligini va asray olmasligini tushunib yetadi. U qolgan vazirlardan ham derazadan qarashni so'raydi, ammo ular osmonda faqat yulduzlarni ko'rishadi. Vazirlar Diokletian bularni bir ozi yarata olarmidi, yo'q u ham biz kabi ojiz bandadir, deb xayol surishadi. Ularni yaratgan egam kuzatayotganidan ular yuraklarida yengillik his qiladilar. Bu 7 vazir tunlari yashirin holda yagona Allohga ibodat qila boshlashadi. Iblis ularga hasad qilib, Diokletianga uning vazirlari endi unga emas, yagona Allohga siginishayotganini aytadi. Imperator ularni oldiga chaqirib, kimga siginishayotganini so'raydi. Ular, bizlarni boquvchimizga deb javob berishadi. Shunda Diokletian vazirlar unga siginishayapti deb tushunadi va ularni qo'yib yuboradi. Vazirlar esa Parvardigorga hamd sanolar aytishda davom etishardi. Iblis yana imperatorning yoniga borib, vazirlardan kimga xizmat qilishayotganini so'rashni talab qiladi. Eng katta vazir Yamlixa shunday javob qiladi: "Sen ham biz kabisan, bizlar bizni va seni, barcha narsalarni yaratganga siginamiz." Bundan shoh gazabga keladi. U vazirlarning boshlarini tanasidan judo qilish uchun ularni hibsga olishni buyuradi. Ammo ertasi kuni har yili nishonlanadigan bayramning birinchi kuni edi. Shuning uchun barcha aholi bir oyga sayl o'tkazish uchun sahroydashtga ketishadi. Shunda shoh qaytgunicha vazirlarni hibsda ushlashni buyuradi. Yamlixa qamoqda yotgan paytida bir tush ko'radi. Tushida qo'lidagi oltin shar bilan eshik qulfini buzib, ularni ozodlikka chiqishga yordam bergan insonni ko'radi. U qoriqchilar bilan suhbatlasha boshlaydi. U bir paytlar kuchli va buyuk bo'lganligini va yaqin orada yana shunday bo'lishini aytadi. Shunda ular vazirlarga achinib ketishadi. Ana shunda u ularga qilgan yordamlarni ulkan hissa bilan qaytarishini aytadi. Qoriqchilar vazirlarga ishonib, darhaqiqat oltin shar bilan eshik qulfini sindirishib, ularni ozod qilishadi. Ular qochib, katta g'orga yashirinishadi. U g'orda bir choponni ko'rib qolishadi. Chopon mamnunlik bilan o'zining yirtiq yamoq kiyimlarini ularning shohona kiyimlariga almashadi. Choponning iti uning ortidan bormay, vazirlar yonida ularni qoriqlash uchun qoladi. It ular iymon e'tiqodining kuchini sezib, orqa oyoqlariga tayangan holda "Shahadu" deb tilga kiradi va ularning yonida qoriqlash uchun qolishga izn so'raydi. Shoh tantanalardan qaytsaki, hibsdagilar qochib ketishgan. Lekin Alloh taoloning inoyati bilan ularning izlari yo'qolgani tufayli vazirlarni hech kim topa olmaydi. Alloh taolo amri bilan ular uzoq uyquga cho'madilar. Uyg'onganlarida esa oradan 300 o'tgan bo'ladi. Bundan bexabar vazirlar bir kun uxladik deb o'ylaydilar va oralaridan bittalarini shaharga yegulik olib kelish uchun jo'natadilar. Vazirlardan biri g'ordan chiqib qarasaki, qadimiy eman daraxti va yaqin oradagi kol qurib qolgan. Hamma narsa o'tgan kechadan juda farq qilardi. U bozorga borib, hamma narsa o'zgarib ketganini ko'radi. U novvoydan non olib, yonidagi tangani uzatganida, novvoy hayron qoladi. Bu qadimiy va qimmatbaho tanga edi. Novvoy bu odam xazina topib olgan deb o'ylaydi. U vazirdan u bilan xazinasini bo'lishini so'raydi. Ammo vazir hech nimani tushunmasdi. Ularning bahsidan atrofga odamlar to'plana boshlashadi. Askarlar kelib vazirni shohning oldiga olib borishadi. Saroyga kelganida vazir taxtning ustidagi yozuvni o'qiydi. La ilaha illa Alloh, Iso Rasululloh, yolg'iz yagona Alloh bordir va Iso uning elchisidir. U zamonlarda xristian davri hukm surgan paytlar edi. Ammo vazir buni bilmasdi. U Diokletianga nima bo'lganini so'raydi. Hayron bo'lgan shoh va uning ayyomlari ularning ongida Alloh mo'jizalaridan biri turganini tushunib yetishadi. Axir Diokletian 300 yil ilgari hukmdorlik qilgan edi. Diokletianning olganini eshitgan vazir odamlarga u va uning 6 ta izdoshi bilan ro'y bergan sarguzashtni so'zlab beradi. Ammo odamlar unga ishonqiramaganliklari uchun vazirdan biron bir dalil isbot keltirishini so'rashadi. Shunda vazir o'z uyining yeriga xazina yashirib qo'yganligini eslaydi, ammo uning uyi hozirgi kunda qayerda joylashganligini bilmaydi.
Allohning amri bilan unga bir farishta yordamga kelib, ilgari uning uyi joylashgan joyni ko'rsatadi. Odamlar u yerni qazib, haqiqatdan ham qadimiy boyliklarni topishadi. Shunda ular yo'qolib qolgan 7 ta vazir haqidagi hikoyani esga olishadi. Vazir odamlardan undan oldin Gorga borib, qolgan vazirlarga Parvardigor yuborgan belgilardan biri ekanligini va Diokletianning allaqachon olganini aytishni so'raydi. Ammo shu onda Alloh Gor og'zini tosh bilan bekitadi va ularning 6 ham Gorda umrbod qolib ketishadi. Odamlar Gorda qolib ketgan 6 vazirni boshqa ko'rishmadi. Keyinchalik ushbu joy o'rnida masjid barpo qilinadi. Payg'ambarimiz Merojga tungi sayr paytlarida ushbu g'or yonidan ularga tinchlik istab, salom aytib o'tganlar. Qissada yozilishicha, uyqudagi 7 tovlonning ismlari Yamliha, Matlina, Marnosh, Maktalina, Dabaryosh, Kafastatyosh va Zannosh bo'lgan. Ularning barchasi Xudoning inoyati bilan oz dinu iymonlarni saqlab qoldilar. Ushbu qissa haqida Qur'onning G'or surasida aniq keltirilgan.